Farzandingizga nega qushlar uchadi deb savol bersangiz, u jim qoladimi? Bu befarqlik emas. Bu miyasining fikrini shakllantirish bosqichida ekanligidan dalolat. OECD ma'lumotlariga ko'ra, 6-10 yosh oralig'idagi bolalarning 47% savolga javob berish jarayonida fikrni ifoda qilishda qiynaladi. Sababi, ularga ko'proq tayyor javoblar berilgan, ammo mustaqil fikrlashga sharoit yaratilmagan. Shuningdek, World Economic Forum 2024 yilligi hisobotida aytilishicha, kelajak kasblarida eng muhim ko'nikma bu mustaqil tahlil va javob topish qobiliyatidir. Masalan, bir bola nega qor oq deb savol beradi? Ota chunki u shunday deb javob bersa, bola fikrlashni to'xtatadi. Agar ota chunki qor quyosh nurlarini qaytaradi desa, u sabab va natija bog'lay boshlaydi. Ana shu bog'lanish tafakkur mashqi. Cambridge University tadqiqotlariga ko'ra, bola savolga mustaqil javob topishga harakat qiladi. Uning prefrontal cortex va temporal lobe qismlari faolroq ishlaydi. Bu qismlar mantiq, xotira va tilni birlashtiradi. Stanford University nevrologlari shuni isbotlashgan. Bolaga savol bergach, unga javob uchun 10 soniya vaqt berish kerak. Fikrni shakllantirish refleksni 40% kuchaytiradi. University of Melbourne tadqiqotlari esa aytadiki, ota-onalar tomonidan tez javob aytish o'rniga "sen nima deb o'ylaysan" kabi so'zlar ishlatilsa, bola mantiqiy tafakkurda 2 barobar faolroq bo'ladi. Finlandiya maktabgacha ta'lim tizimida silent thinking mashg'ulotlari mavjud. Bolalarga savol beriladi, lekin javobni darhol aytish emas, o'ylab topish rag'batlantiriladi. Shu orqali ularning miyasining fikrlash zanjiri mustahkamlanadi. Shunday ekan, bizda savol tug'iladi. Farzandingiz jim qolganda siz uni to'g'rilaysizmi yoki unga o'ylash uchun imkon berasizmi? Mana shu savolimizga o'zbekistonlik mutaxassisimiz javob beradi. Siz savol berganingizda farzandingiz javob beryaptimi yoki yo'q? Nima uchun bera olmayapti? Buni sabablari nimalarda ko'rinadi deb o'ylaysiz? Demak, bu savollarga javob topamiz. Bilamizki, ba'zi bir farzandlarimiz savollar berganimizda savollarimizga aniq javob bera olmaydi. Uyalish, qanaqadir bir savolni tushunmaslik yoki fikrini namoyon qila olmaslik holatlari yuzaga keladi. Bunga asosiy sabablardan biz ko'rsatishimiz mumkin bo'ladiki, qachonki farzandimiz biz bergan savolga javob bermayaptimi, demak, u savolni tushunmagan bo'lishi mumkin. Savol berganimizda qo'rquv holatlari yuzaga keladi. Nima uchun qo'rquv holat yuzaga keladi? Sabab siz o'z davrida farzandingiz sizga savol berganda yoki savol bilan murojaat qilganda, siz uni savolga aniq javob bermagan bo'lishingiz yoki bo'lmasa jim tur, noto'g'ri gapiryapsan deb uni fikrlarini tasdiqlamaganingiz yoki uni qo'llab-quvvatlamaгаningiz ham sabab bo'lishi mumkin. O'shanda farzandda qo'rquv hosil bo'ladi, ya'ni hozir noto'g'ri gapirsam oyim urishadi. Farzandlarimizda uyalish holatlari ham yuzaga keladi. Ya'ni savol berganimizda savolni javobini bilishi mumkin, lekin bizga javob bera olmaydi. Nima uchun javob bera olmaydi? Ya'ni unda uyalish hissi paydo bo'ladi va o'z fikrini namoyon etishni uddasidan chiqa olmasligi mumkin. Va yana shu bilan birga biz savol berganimizda farzandimizni yosh davriga mos savol bermayotgan bo'lishimiz mumkin. Bilamizki, maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonunda maktabgacha yosh davrlari belgilab qo'yilgan. Ya'ni 3-4 yosh bu kichik yosh davr, 4-5 yosh davr bu o'rta yosh davr, 5-6 yosh bu katta yosh davr va 6-7 yosh tayyorlov davri hisoblanadi. Biz farzandlarimizga savol berayotganimizda pedagoglarimiz, ya'ni ilk qadam davlat o'quv dasturi va davlat talablari asosida ularga savol beradigan bo'lsa, biz ota-ona sifatida bolalarimizni rivojlanishini kuzatayotgan bir shaxs sifatida savollarni ularga yosh davriga moslab bersak, farzandlarimizda o'zini fikrini bayon etishga bo'lgan va shu bilan birga bizning savollarimizga mantiqiy, tafakkur qilib fikr yuritib javob beradigan yoki bo'lmasa aniq konkret javob beradigan farzandlar qilib voyaga yetkazishimizda bizning hissamiz juda ham katta bo'ladi. Biz farzandlarimizga namunamiz. Biz ularni savoliga javob berib, biz ularni qo'llab-quvvatlasak, xuddi shu holat farzandlarimiz tomonidan ham bizga taqlid qilgan holatda takrorlanib boradi. E'tiboringizni shu narsaga qaratamanki, farzandingiz sizga savol berdimi, har qanday ishingizni, har qanday yumushingizni chetga surib, farzandingizning savoliga aniq, tiniq javob berishga harakat qiling. Va albatta siz
fasilitator obrazida bo'lib, uni yo'naltiring va uni ko'proq fikrlashga, bitta savolga bir nechta javoblarni aniq konkret berishiga imkoniyat bering.